Yangi O'zbekistonning fidoyisi bo'lib, ma'naviyat targ'ibotchisiga aylanamiz tashabbusi doirasida hojilar ishtirokida o'tkazib kelinayotgan namunaviy amaliy tadbirlarning navbatdagisi joriy yil 17 aprel kuni Rishton tumanida o'tkazildi. Tadbirga Farg'ona viloyati bosh imom xatibi Ubaydulloh domla Abdullayev boshchilik qildi. Qalandarxona masjidida o'tkazilgan tashkiliy yig'ilishda tajribali imom xatiblardan tarkib topgan ishchi guruh tuzilib, vazifalar taqsimlandi. Ubaydulloh domla amalga oshiriladigan ishlar ko'lami, ishchi guruh a'zolari hamda imom xatiblar hamkorligining muhim jihatlarini tushuntirib o'tdi. Ishchi guruh faoliyati 3 yo'nalishdan iborat bo'lib, unda quyidagilar amalga oshirildi. Birinchi yo'nalish bo'yicha ishchi guruh a'zosi hamda imom xatiblar o'zlariga biriktirilgan mahalla hududidan Haj 2024 ziyoratchisini ma'naviy ma'rifiy tadbirlarga jalb etdilar. Birgalikda mahallaning eng kamida 5 tagacha muammoli xonadonlariga kirib, u yerda yashayotganlardan hol-ahvol so'radilar. Ularning muammolarini o'rgandilar. Fikr-mulohazalarini tingladilar. Imom xatiblar 7 toifaga mansub 89 ta oilaga kirib, ma'naviy ma'rifiy targ'ibot hamda amaliy yordam tadbirlarini olib bordilar. Yod g'oyalar ta'siriga tushib qolgan jazoni ijro etish muassasasida jazo muddatini o'tayotgan muqaddam sudlanganlar bilan muloqot qilindi. Er-xotin, aka-uka, ota-ona va farzand, qaynona-kelin o'rtasida kelishmovchilik va janjallar sababli notinch bo'lib turgan oilalar o'rganilib, ularga nasihat qilindi. Ikkita holatda oilaviy ajrimlarning oldini olishga erishildi. 9 ta holatda esa ichkilikka ruju qo'ygan fuqarolar bilan suhbat o'tkazilib, zararli odatlardan saqlanish to'g'risida nasihat qilindi. Shuningdek, xonadonda ma'naviy ko'makka muhtoj bo'lganlar bilan suhbat olib borilib, ularni qiynab kelayotgan savollarga javob berildi. Nogiron va xastaligi bo'lgan ehtiyojmand hamda tabarruk yoshdagi qariyalar holidan xabar olinib, ulardan ko'ngil so'ralib, moddiy va ma'naviy ko'mak ko'rsatildi. Ikkinchi yo'nalish bo'yicha imom xatiblar faoliyati o'rganildi. Jumladan ustav asosida ish va hujjat yuritish, jamoani boshqarish, masjidni toza va ozoda saqlash, unda qulay sharoitlar yaratish jihatlari ko'rib chiqildi. O'rganish natijasiga ko'ra masjidlarda yaratilgan sharoit hamda imom xatib boshchiligida masjidlar jamoalarining faoliyatiga doir zaruriy tavsiyalar berildi. Shuningdek, homiylar va hojilar ko'magida Xo'ja Ilg'or masjidi hududida yashovchi boquvchisini yo'qotgan oilaga 2 xonali uy qurib bitkazilgan bo'lsa, Bo'jay masjidi hududida yashovchi kam ta'minlangan fuqaroga 3 xonali xonadon qurib berish ishlari boshlandi. Mas'ullar jarayon bilan tanishib, o'z tavsiyalarini berdilar. Uchinchi yo'nalish bo'yicha ishchi guruh a'zolari o'zlariga biriktirilgan masjidlarda peshin namozini ado qilib, jamoatga dolzarb mavzularda ma'ruza qilindi. El-u yurt rivojini tilab, duoga qo'l ochildi. Yakunda Xo'ja Ilg'or hamda Qalandarxona masjidi hududlariga yashil makon umummilliy dasturi doirasida manzarali ko'chatlar ekildi.